Agrokimyo yo'nalishidagi eng jiddiy muammolardan bittasiga yechim taklif qilamiz. Muammo nimada deydigan bo'lsak, 90% O'zbekistondagi do'konlarda mana shunaqa ximikatlar razlivnoy idishlarga quyib sotiladi. Bu nimaga olib keladi? Do'konchilarimiz sog'lig'iga, ijtimoiy hayotiga jiddiy xavf tug'diryapti. Bu muammoga menimcha faqatgina mana shunaqa razlivnoy idishlarda quymaysan-da, sotmaysan deyishni o'zi tizimga yechim bo'lmayapti. Nima uchun bular bu idishlarga quyib sotiladi? Sabab mana bu 100 grammlik qadoqdagi dorilar mana bu 5 litrligi, 1 litrligiga qaraganda ancha qimmat keladi. Dehqonga ham, sotuvchiga ham foyda kam, xarajati ko'p bo'ladi bu narsalarda. Shuning uchun muammoga nimani yechim sifatida taklif qilasan deyishingiz mumkin. Men taklif emas, iltimos qilgan bo'lardim. Xuddi mana shunaqa 100 grammlik, 50 grammlik qadoqdagi dori vositalarini NDS, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilib berishlarini. Bu narsa bozorda mana shunday 5 litrligi, 1 litrligiga nisbatan narxlarini yaqin kelishiga va bozorda erkin harakat qilishiga sabab bo'ladi bu narsalarda. Shunda do'konchilarimiz mana bunaqa 100 grammliklarga, 50 grammliklarga zaharni yutib, ochib sotishdan majbur bo'lishmaydi. Dehqonlarimizga ham arzonroq tushadi. Bu meni fikrim, kimdir aytishi mumkin, yo'q, unda mana bu 100 grammliklardan bozorga ko'p soliqsiz kirib, soliq tartibi buziladi deyishlari mumkin. Menimcha unday emas, chunki zavodda mana bu narsalar qimmat. Bozorda NDSsiz kirgani bilan zavod qimmat bergandan keyin muvozanatga ta'sir qilmaydi. Bu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yinglar. Shunda bu masala yuqorida mana shu muammoni hal qilib bera oladigan odamlargacha yetib boradi. Keyin bo'lsa biz mana bu do'konlarda 100 grammlik har xil idishlarga zaharlarni quyib sotishga majbur bo'lmaymiz.